Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saxovat kelman abachalar, sog'omamizlar, hurmatli abachalar, xudo xolasa proyektimizga keldik. Inshaalloh azon bilan hurmatli abachalar bir inson shuyda duo qilib qo'yasizlar. Yuvish berib ketdilar. Progressdan havolangiz bor. Bayaqi uyda bir oldlar yodimdan chiqdi. Hurmatli abachalar, klassika bilan bir shuyda progressni o'zidan bir apamiz kelibdilar. Shu insonni qizlari ihson berdilar 50 ming so'm. Shu insonni nomidan duo qilib qo'yasizlar. Hurmatli abachalar, xudo xolasa yana qo'ldan kelishilari berbergan narsalarni olib tushirib beramiz. Bu insonni hurmatli abachalar ko'pchilik yaxshi doniydi. Neden? Fitnek tarafdan hurmatli abachalar Yulduzxon beribdi uni menga. Amasa geldiğimiz so'rashib beribdi. Bir dua qilib bering uka. Amin. Amin. Şu ihsan kılıp durgan insanlarımızın tene canı sağ olup segeremine bereket versin Allah'ım. Şu bizlere bire verseler Allah'ım şulara milyon etip vergeyi. Amin. Serden kayıtmasa kuduadan kayıtmayı. Zor seferde ülkelerimizin segeremine bereket verip sağ selamet ol vergeyle. Kesellerimize şifa vergeyi. Ferzantsızlara ferzant etki Allah'ım. Amin. Vallahi vaktine hemmesi. Allah'ım. Şey duanız icabet olsun ki. Selamet olun. Eseniyete beraber, o kadar karar beraber ki ustalar gelip yine hurmatli abachalar, ustalar gelip koldan gelecek kol kömek gelip şöyle suva vurmaya geliptiler yine. Röşen Bey'i özem şöyle. Murat Bey ülkemiz yine Corası bilen gelip yine suvağını devam ettirecek oldu. Hormağaysılar. Röşen Bey ne oldu ki? Basıpsın ama. Bastıracak Basın. Acayip yine. İçerlerine kök bolsa şunçalı yaxşı olar topanğa kök bolsa, he? Sen loyun kök rahat içeceğim soğukslam, he? Ona biz iki iş kesipti. Ağır kapit desen asal doladı mı? Hürmetler başa görüp doğalanızı akşam yoylan tarafının bir sıvı yine sıvı adalamını. Acayip o tek sottu yine. Bu da kalasa indi iç anda hürmetler başla. Bir kat joyumuz kaldı hazır şunu. Mükemmel soğumaka yaptım. Buna düşün soğuk berse. Xudo xolasa aslında kim içan tarafın polunu hurmatli abachalar şeklin şipirini qaxtırıp ajoyibet bo'lgandan keyin yana bir solo ichina Xudo xolasa urdirib harakat qilamiz. Bular o'zlari pol ko'mak qilib Xudo xolasa polka qilgandan keyin ham urib beramiz deb turibdilar. Pol pataloqqa qilgandan keyin. Yo'rto'g'alarimizning bir kat bitdi hurmatli abachalar. Birimiz yine bitgan. Akşam biri havolangiz bor. Ne urib berib ketdi biri. O'zimizning qassob shigirdi. Döner ağam. Bir yerim biti dört hurmatli abachalar. Acayip bo'lib yine. Montajlari bitgan. Buni xudo xolasa endi ertaga so'ng yon dog'da kelib, ya pol qaqqandan keyin men bu lampochkalar o'rnindagi rozetkalar o'rnindagi hurmatli abachalar kosalarni qo'yib berishdilar xudo xolasa. Tayyorlatib. Buning kulchatallari, hurmatli abachalar rozetkalari hamma o'zi bor. Tayyor. Xudo xolasa hammasi ajoyib bo'ladi. Bu tarafni ihson bilan havolangiz bor Sardar akam Muhammaddan stroy material egasi beradilar. Provodalarni, kulchatlarni, rozetkalarni hamma o'zi. Rosti hozir bir suvoq bo'lmagani qo'yilmay turadi bu. Onam xudo xolasa qo'l ko'magi bilan kelib qo'yib berib ketaman-da insonlar bor biliki. Shulardan ham Allohim rozi bo'lsin. Ana endi hurmatli abachalar, xudo xolasa akşam Allah'ıma min katlaş e'tibor oydin bo'ldi. Shu bir etapda olsam hurmatli abachalar, qo'l ko'mak qilib juda ko'maklashib tursalar ajoyib bo'ladi hammasi. Oydin e'tiboringizni qaratib tursangiz ko'ra, moddiy taraflarga yordam berib tursangiz xudo xolasa ertagina ustalar keladigan oldu hurmatli abachalar. Bugun ishlar birgan ekan bular. Bir yere gelecek ustalar. İşlerimiz bite geldi xudo xolasa. Shu bir gün, iki güne xudo xolasa bitadi deb turibdilar. Görüp doğalanızın bir yerin materialları hurmatli abachalar yine akşam Mirzabek ukam gelip tayyorlab berib bitdi. Fragonun ayıbı xodalar işletamiz hurmatli abachalar, bu ne derekleri strapilasına hurmatli abachalar yine akşam Mirzabek ukamiz gelip çıkarıp çıraylatib berib ketdi. Rekellerimiz bor hurmatli abachalar, ajoyib bo'lib turibdi. Akşam havolangiz bana içan taraf eshikleri hammasi plus qo'shimchasi bilan banilar eshiklari bilan keldi hurmatli abachalar. Bani eshikini akva eshik berib beribdilar.
Xudo xolasa endi ozgina bir şöyle kol kömek kılaman deb turgan ustalara kaçırmayın hurmatli obunachilar. Şuların şöyle gitsek tünükelerini alıp verirsek, mihlarını, şuruplarını alıp verirsek Xudo xolasa tez günde inşallah imaretimiz bitadi. Aynaları tayar hurmatli obunachilar. Eshiklar, tashqi taraf, eshiklar, ikki taraf yonma qolib eshiklarimizni tayar berib qo'yibdilar Po'lat aka. Şu Allah'ım razı olsun ki ihsan seven insanlardan. Hürmetli obunachilar esa barchangizdan Allohim rozi bo'lsin. Xudo xolasa bugun hurmatli obunachilar bir video qo'yaman. Xudo xolasa endi eski efirimizga tayyorgarlik ko'rib qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, bugun ustalar uncha ko'p emas. Ertaga inshaalloh Xudo xolasa agar shipirchi ustalar efirga kelsa, iloji bo'lsa shipirchi ustalar keladigan bo'lsa, ishda promo efir etib sizlarga bo'lib turgan ish jarayonlarini ertaga Xudo xolasa ko'rishga harakat qilaman. Barchangizdan Allohim rozi bo'lsin. Sağman bo'lg'asa ihson seven insonlara şu videolarimizni tarqatib, chiroyli bir duolar yozib, kommentariyalar yozib, like'lar bosib ketinglar. Allohim rozi bo'lsin barchangizdan. Sağman bo'lg'aysizlar.